Radio Sharq. Mamlakatimizda O'zbek Gidroenergiya aksiyadorlik jamiyati tomonidan amalga oshirilayotgan loyihalar soha salohiyatini oshirishga xizmat qilyapti. Jumladan, joriy yil 1-may kuni qabul qilingan gidroenergetika sohasini yanada rivojlantirish bo'yicha kechiktirib bo'lmaydigan chora-tadbirlar to'g'risidagi davlatimiz rahbarining qarori mamlakat energetika tizimida navbatdagi muhim bosqich sifatida namoyon bo'lmoqda. Unda ko'zda tutilgan vazifalar respublikada gidroenergetika tarmog'ini barqaror rivojlantirish, mavjud imkoniyatlardan unumli foydalanish, sohada mahalliy mahsulotlar ishlab chiqarishni kengaytirish va qo'llab-quvvatlash hamda O'zbek Gidroenergiya aksiyadorlik jamiyatining moliyaviy barqarorligini ta'minlashga xizmat qilishi bilan muhim. O'zbek Gidroenergiya aksiyadorlik jamiyati boshqarma yetakchi mutaxassisi Ayubxon Musurmonqulov ma'lumotlari. Mazkur qaror bilan 2026-yil yakuniga qadar 9 ta yangi loyihalarni ishga tushirish hamda 7,1 milliard kilovatt soat elektr energiya ishlab chiqarish vazifasi belgilangan. Shu bilan birga 2032-yil yakuniga qadar 3266 megawatt qo'shimcha quvvat yaratish topshirig'i belgilangan. Qarorning eng muhim jihati shundaki, O'zbekistonda ilk bor 3 ta gidroto'plash elektrostansiyalarini qurish vazifasi belgilangan. Gidroto'plash elektrostansiyalari elektr energiyasi saqlash sifatida ishlaydi. Quyosh va shamol energetikasi rivojlanayotgan bir paytda energetika tizimini barqaror ishlashida muhim rol o'ynaydi. Qarorga muvofiq mamlakatda yangi gidroelektr stansiyalarini qurish, mavjud quvvatlarni modernizatsiya qilish, kichik va mikro GESlar sonini ko'paytirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Mazkur hujjatda joriy yil yakuniga qadar 114 megawatt ishlab chiqarish quvvatlarini foydalanishga topshirish va 7,1 milliard kilovatt soat elektr energiyasini ishlab chiqarish nazarda tutilgan. 2032-yil yakuniga qadar respublikada umumiy quvvati 1400 megawatt bo'lgan gidroto'plash elektr stansiyalarini qurish ham vazifa sifatida belgilangan. Bundan tashqari gidroenergetika sohasida 3266 megawatt qo'shimcha quvvatlarni yaratish orqali gidroenergetika quvvatlarini 2,4 baravarga oshirish rejalashtirilgan. Bugungi kunda sohada milliy loyihalar asosida samarali natijalarga erishilmoqda. Davlat rahbarining ayni qarorida ham mahalliy korxonalarni loyihalash, qurish va ishlab chiqish jarayonlariga jalb qilgan holda qo'shilgan qiymat zanjirini yaratish orqali milliy loyiha modelini joriy etish 2026-2032 yillarda O'zbek Gidroenergiya aksiyadorlik jamiyati mablag'lari hisobidan milliy loyiha asosida 550 megawattlik quvvatlarni barpo etish maqsad qilingan. O'zbek Gidroenergiya aksiyadorlik jamiyati boshqarma yetakchi mutaxassisi Ayubxon Musurmonqulov ma'lumotlari. Qarorda milliy loyiha modeli alohida belgilab o'tilgan. Mazkur loyiha asosida 2032-yil yakuniga qadar 13 ta gidroelektrostansiyalar ishga tushirilishi belgilangan. Milliy loyiha asosida mahalliy korxonalar, quruvchilar, ishlab chiqaruvchilar keng jalb qilinadi. Bu loyihalarning amalga oshirish natijasida shu sohada ichki sanoat rivojlanishi, yangi ish o'rinlari yaratilishi, zamonaviy texnologiyalar mahalliylashtirilishi erishiladi. Ushbu qarorda nafaqat yangi gidroelektrostansiyalar qurish bilan cheklanib qolmaydi. Mavjud 10 ta gidroelektrostansiyalar modernizatsiya qilish vazifasi belgilangan. Eski gidroelektrostansiyalarda uzoq yillardan beri uskunalar ishlab kelmoqda. Bu uskunalarni yangi zamonaviy uskunalarga almashtirish, modernizatsiya qilish orqali ishlab chiqarish hajmini sezilarli darajada oshirishga erishiladi. Bo'stonliq tumanidagi sohaga doir qo'shma korxona ham aynan milliy loyiha dasturi asosida tashkil etilgan, deydi korxona direktori o'rinbosari Abdulla Fozilov. Korxonamiz hozirgi kunda O'zbek Gidroenergiya aksiyadorlik jamiyatining barcha yangi loyihalari uchun ishlab chiqarilayotgan umuman gidroagregatlarni, generator va turbina va qurilish jarayonlariga ketadigan barcha detallarni ishlab chiqarmoqdamiz. O'zi aslida bu milliy loyiha deganda biz hozir umuman O'zbek Gidroenergiya aksiyadorlik jamiyati o'zi loyiha ishlab chiqyapti. O'zi GESlar quriladigan joylarni o'rganish, shu joylarga GESlar qurib bo'ladimi, yo'qmi, barcha analizlarni o'zi o'tkazadi. Undan keyin loyiha shakllanadi. Loyiha shakllangandan keyin o'sha loyiha asosida muayyan bir obyektga gidroagregatning umuman parametrlari kelib chiqadi.
Shu parametrlar asosida biz umuman gidrogeneratorlarni ishlab chiqaramiz. Qaror asosida yana bizga bitta eng yaxshi qulayliklaridan biri ilgari import olinib kelayotgan tovarlarga boj to'lardi. Hozir shulardan biz mana 2030-yilgacha barcha shu bojlardan prezidentimizning qarorlari asosida ozod etildi. Bu qarorda bizga yana juda katta imkoniyatlar ochmoqda. Mahalliy kooperatsiya, ichki sanoatni rivojlantirish, qolgan zavodlar bilan aloqalarni o'rnatish, ularning imkoniyatlarini o'rganish va ishlab chiqarish samaradorligini oshirish ham ko'zda tutilgan. Bugungi kunda qo'shma korxona jamoasi ishlab chiqarish quvvatlarini oshirish uchun marralarni katta olgan. Buning uchun imkoniyat va salohiyat yetarli. Markaziy Osiyo davlatlarida gidroagregatlar, umuman generator va turbina qismlari umuman ishlab chiqarilmagan. Hozirgi kunda bizning marramiz shu darajada yuqoriki, gidroagregatlarning generatorini ham o'zimizda yig'ish jarayonlarini boshladik. Albatta bu qaror bilan bizni umuman ishlab chiqarish quvvatlarimiz oshmoqda. Biz hozirgi kunda mana shu zavodimiz ham milliy loyiha doirasiga kiradigan bo'lsa, bu zavodimizda 1 kilovatdan to 40 megavatgacha bo'lgan gidroagregatlarni ishlab chiqarish quvvatiga egamiz. Hozirgi kunda biz mana Noringiz 2 uchun gidroagregatlarni ishlab chiqarish yakuniy fazaga kirdik. Endigi marramiz Noringiz 3 ham biz boshladik. Endi bu qarorning muhimligi bizga qo'shimcha yana boshqa zavodlar bilan birgalikda ishlab chiqarishni biz yo'lga qo'ysak, umuman agregatlarni, gidroturbinalarni ishlab chiqarishda samaradorligi oshadi va muddati qisqaradi ishlab chiqarish. Potensialga ega deb hisoblayman. Qo'shni davlatlarda yaqinda bo'lib o'tgan ko'rgazmalarda qatnashib keldik. U yerda mana Qirg'iziston, Tojikiston, Qozog'istondagi hamkorlar gidroenergetika umuman sohasiga taalluqli bo'lgan korxonalar bilan hamkorlikda ishlash bo'yicha kelishuvlar bor. Yaqinda mana Tojikiston davlatidan bizga ko'rgazmada qatnashganimizdan keyin shu sohani vakillari kelishib, bizning zavodimizning umuman imkoniyatlarini ko'rib ketishdi va kelajakda biz bilan hamkorlik qilish maqsadini ham bildirib ketishdi. Qo'shma korxona muhandisi No'monjon Saidboboyev ma'lumotlari. Milliy loyiha dastur doirasida 2028-yilgacha Noringiz 6 ishlab chiqarish loyihasini yakunlash maqsadida hozirgi paytda 2 smena ishni yo'lga qo'ydik va yosh mutaxassislar universitetda talabalarni o'rgatib ishga olishni boshladik. Milliy loyiha dastur doirasida biz hozir texnologik va ishlab chiqarish jarayonlarini yanada kuchaytirmoqdamiz. Bu tadbirlar ishlab chiqarish quvvatini oshiradi va sifatni yuqori ko'rsatkichni ta'minlaydi. Asosiy sifat va texnologik jarayonlar sifatni qancha yuqori qilsak, biz boshqa davlatlarga ham taqdim etib, mahsulotlarni eksport qilish imkoniyatlari kengayadi. Tashqi bozorlariga ham o'z brendimiz bilan bemalol chiqa olamiz. Radio Sharq. Ayni paytda sohada suv resurslarini oqilona boshqarish, ekologik muvozanatni saqlash va infratuzilmani takomillashtirish masalalari ham dolzarb. Qarorda 5 ta modernizatsiya loyihalarini amalga oshirish ham alohida vazifa sifatida belgilab berilgan. O'zbek Gidroenergiya aksiyadorlik jamiyati xalqaro reyting bo'yicha mintaqadagi eng yuqori ko'rsatkichli kompaniya sifatida e'tirof etilgan. Davlatimiz rahbarining mazkur qarori bilan xalqaro reyting ko'rsatkichlarini yanada yaxshilash, xalqaro reyting agentliklarini taklif so'rov tartib taomili asosida aniqlash va shartnoma imzolash nazarda tutilmoqda. O'zbek Gidroenergiya aksiyadorlik jamiyati boshqarma boshlig'i Pahlavon Nurmatov. Xabaringiz bor, O'zbek Gidroenergiya O'zbekistonda 2023-yilda birinchi bo'lib ESG ekologik ijtimoiy korporativ prinsiplarini joriy qildi va birinchi bo'lib reytingni oldi, qo'lga kiritdi. Bu reytingni biz har yil yangilab oshirib bordik va 25-yilda Markaziy Osiyoda eng yuqori balga, ya'ni reytingga erishdik. Sustainable Fitch xalqaro tashkilotidan. Mazkur qarorda bu ko'rsatib o'tilgan bo'lib, qarorda ESG, ya'ni ekologik ijtimoiy korporativ boshqaruv bo'yicha yangi topshiriqlar keltirib o'tildi. Bu topshiriqlarni aytib o'tishdan oldin men ESG tushunchasini ozgina tushuntirib bermoqchi edim. ESG bu hozir xalqaro trendga aylangan, investorlar uchun muhim bo'lgan kompaniyalarning ekologiyaga, ijtimoiy korporativ boshqaruv yo'nalishlarida amalga oshirayotgan yutuqlari, ya'ni iqlim o'zgarishiga qarshi kurash bo'yicha, ekologiya, atrof muhitni saqlash bo'yicha nima vazifani, nima maqsadlarni kompaniya o'z bo'yniga qo'ygan va rahbariyat bu bo'yicha nima choralar ko'rmoqda. Bu narsalarni ko'rsatib o'tishdan asosiy maqsad
ekologiyaga asrash, inson huquqlari, korxonani to'g'ri boshqarish, korrupsiyaga qarshi kurash, xavflarni kamaytirish maqsadidir va xalqaro darajada xalqaro banklar, investorlar, asosan Yevropa, Amerikada butun dunyo bo'yicha bu reytingga, bu prinsiplarga juda katta e'tibor qaratadi. O'zbekistonda energetika tizimini rivojlantirish va aholi turmush farovonligini yuksaltirish davlat siyosatida ustuvor yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Ayniqsa qayta tiklanuvchi energiya manbalari, gidroenergetika tarmog'i bu jarayonda alohida ahamiyat kasb etadi. O'zbek gidroenergiya aksiyadorlik jamiyati departament yetakchi mutaxassisi Shahbozbek Husanov ma'lumotlari. Bugungi kunda mamlakatimizda yashil energetikani rivojlantirish, aholini barqaror elektr energiya bilan ta'minlash hamda suv resurslaridan samarali foydalanish borasida keng ko'lamli ishlar olib borilmoqda. Hozirgi kunda umumiy quvvati 163.8 megavat bo'lgan 3000 ga yaqin mikro va kichik GES loyihalarini amalga oshirish belgilangan. Bu esa yurtimiz gidroenergetika sohasida tadbirkorlarni jalb qilishda yangi bosqichni boshlab bermoqda. Ayni paytga qadar O'zbek Gidroenergiya aksiyadorlik jamiyati tomonidan qariyb 2000 dan ortiq loyiha bo'yicha loyiha pasporti va texnik takliflar ishlab chiqilib, auksion platformasi orqali tadbirkorlar taqdim etilgan. Natijada 900 dan ortiq loyihalar bo'yicha auksion g'oliblari aniqlandi. Eng muhimi, bu ishlar allaqachon amaliy natija bera boshladi. Xususan, Toshkent, Andijon hamda Jizzax viloyatlarida umumiy quvvati 16,5 megavat bo'lgan 10 dan ortiq mikrogeslar tadbirkorlar tomonidan qurilib ishga tushirildi. Bugun ushbu inshootlar minglab xonadon va korxonalarni ekologik toza, arzon va barqaror elektr energiya bilan ta'minlab kelmoqda. Albatta, har bir mikroges loyihalari aniq hisob-kitob, muhandislik yechimlari hamda qurilish jarayonlarini talab. Shu bois barcha bosqichlar bosqichma-bosqich puxta reja asosida amalga oshirilmoqda. Tizim korxonalarida ishlab chiqarilayotgan elektr quvvati yashil energiya sifatida e'tirof etilgan va qayta tiklanuvchi energiya manbasi sifatida xalqaro mezonlarga javob beradi. Shuningdek, yashil sertifikat masalasi muhim hisoblanadi. Gidroenergetika sohasida yangi loyihalarni amalga oshirish imkoniyatini oshiradi. Kichik va mikro GESlar aholi va sanoat korxonalari uchun muhim hisoblanib, bu kabi ixcham manbalar chekka hududlarda barqaror energiya ta'minotini yaratishga xizmat qiladi. Hurmatli prezidentimiz tomonidan joriy yilning 1-maydagi qaroriga asosan jamiyat tomonidan Farg'ona viloyati So'x tumanida quvvati 15 megavat bo'lgan milliy GES loyihasini amalga oshirish topshirig'i berildi. Hozirda loyiha doirasida Gidroprojekt aksiyadorlik jamiyati tomonidan loyiha hujjatlari ishlab chiqilmoqda. Ushbu loyihani amalga oshirish orqali tumanning elektr energiyasiga bo'lgan ehtiyojini qariyb 70% qoplash ko'zda tutilgan. Loyihaning eng muhim jihatlaridan biri barcha ishlar milliy imkoniyatlar asosida amalga oshiriladi. Ya'ni moliyalashtirish o'z hisob mablag'laridan, loyihalashtirish milliy gidroprojekt aksiyadorlik jamiyati tomonidan, asosiy uskunalar Hydropower aksiyadorlik jamiyati tomonidan ishlab chiqarilishi belgilangan. GES ishga tushirilgach, yiliga 48 million kilovatt-soat elektr energiyasi ishlab chiqariladi. Bu esa 20 mingdan ortiq xonadonni barqaror elektr energiya bilan ta'minlash imkonini beradi. Qurilish jarayonida 800 dan ortiq ish o'rinlari yaratiladi. Foydalanishga topshirilgandan keyin esa doimiy ish o'rinlari yaratiladi. Loyiha nafaqat energetika, balki qishloq xo'jaligida ham muhim ahamiyatga ega bo'lib, yangi suv inshootlari orqali 1,5 ming gektardan ortiq maydonlar kafolatli tarzda suv bilan ta'minlanishi rejalashtirilgan. Eng asosiysi, bu loyiha So'x tumanining iqtisodiy rivojlanishi, aholi farovonligi va hududning energetik mustaqilligini ta'minlashga xizmat qiladi. Qarorning yana bir muhim jihati shundaki, O'zbek Gidroenergiya aksiyadorlik jamiyati va uning tizim tashkilotlari tomonidan o'tkaziladigan davlat xaridlarida jamiyat tizimidagi tashkilotlarning ishtirok etishiga ruxsat berilgan. O'zbek Gidroenergiya aksiyadorlik jamiyati xaridlarni muvofiqlashtirish bo'limi boshlig'i Eldor Mamatov. Aholi va iqtisodiyot tarmoqlarini barqaror elektr energiyasi bilan ta'minlash, mavjud suv resurslaridan samarali foydalanish hamda qayta tiklanuvchi energiya manbalarini kengaytirishga xizmat qiladi. Qarorda jamiyat va uning tizim tashkilotlari tomonidan o'tkaziladigan davlat xaridlarida jamiyat tizimidagi tashkilotlarning ishtirok etishiga ruxsat berilgan. Bu o'z navbatida gidroenergetika sohasida milliy loyiha modelini joriy etishda muhim ahamiyat kasb etadi. Ya'ni loyihalash, qurilish, uskunalar ishlab chiqarish,
texnik kuzatuv va boshqa jarayonlarda mahalliy korxonalar ishtirokini kuchaytirish nazarda tutilmoqda. Bu esa yangi ish o'rinlarini yaratishga, mahalliy sanoat rivojlanishiga hamda importni bosqichma-bosqich kamaytirishga xizmat qiladi. Davlat rahbarining mazkur qarori bilan belgilangan investitsiya loyihalarini o'z vaqtida va sifatli amalga oshirish uchun xarid jarayonlari ochiq, shaffof, raqobatli va qonunchilik talablariga muvofiq tashkil etilishi lozim, deydi suhbatdoshimiz fikrlarini davom ettirib. Davlat xaridlari jarayonlari, shartnomalar ijrosi, to'lovlar va compliance nazoratini qamrab oluvchi raqamli modulni joriy etish vazifasi belgilangan. Ushbu raqamli yechimlar orqali xarid jarayonlari ochiqligi oshadi, nazorat kuchayadi va har bir bosqichni tahlil qilish imkoniyati kengayadi. Buning uchun davlat xaridlari jarayonlari, shartnomalar ijrosi, to'lovlar va compliance nazoratini qamrab oluvchi raqamli modulni joriy etish vazifasi ham belgilangan. Ushbu raqamli yechimlar orqali xarid jarayonlarining ochiqligi oshadi, nazorat kuchayadi va har bir bosqichni tahlil qilish imkoniyati kengayadi. Eng muhimi, mazkur qaror gidroenergetika sohasidagi ishlarga yangi surat beradi. Yangi quvvatlar ishga tushirilishi esa mahalliy korxonalarning loyihalardagi ishtiroki kengayishi va xarid jarayonlarining shaffof tashkil etilishi mamlakatimiz energetika xavfsizligini mustahkamlashga xizmat qiladi. Gidroenergetika nafaqat elektr energiyasi manbai, balki iqtisodiy taraqqiyot, ekologik barqarorlik va aholi farovonligini, barcha sohalardagi islohotlarning bardavomligini ta'minlovchi strategik sohadir. Shu bois mazkur qaror bilan tarmoqni modernizatsiya qilish va yangi loyihalarni amalga oshirish nafaqat soha, balki mamlakat kelajagi uchun muhim ahamiyat kasb etadi. Radio Sharq.